Assalomu alaykum. Kanalimizning hurmatli kuzatuvchilari. Sizlar bilan bugun eng ko'p insonlarda uchraydigan va insonlarni ko'p bezovta qiladigan shishlar va bezlar haqida gap yuritamiz bugun. Inson tanasida to'satdan paydo bo'ladigan shishlar, ya'ni bezlar turli xil sabablarga ko'ra kelib chiqadi. Bular xavf darajasiga ko'ra xavfli va xavfsiz bezlar bo'lishi mumkin. Kelinglar, bugun inson tanasida eng ko'p kuzatiladigan xavfsiz bezlar, ya'ni shishlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bulardan eng ko'p uchraydiganlaridan yog' bezlarining protoklari, ya'ni sekretsiya qilinadigan kanallarining yopilishi hisobiga ateromalarni kelib chiqishi. Ateromani belgilari qanday bo'ladi? Belgilari shish og'riqsiz, harakatchan, yumshoq konsistensiyali bo'ladi. Xavf darajasiga keladigan bo'lsak, ateromalar xavfsiz, lekin yallig'lanish jarayonlari qo'shilganda og'riqli bo'ladi va infeksiya manbai bo'lib organizmda intoksikatsiya keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchi bezlar, bular fibromalar. Fibromalar kelib chiqishi yuzasidan biriktiruvchi to'qimaning hosilasi bo'lib, belgilari sekin o'sadi tanada, qattiq bo'ladi, og'riqsiz bo'ladi. Xavf darajasiga keladigan bo'lsak, xavfsiz, lekin estetik darajada insonga yoqmasligi mumkin. Keyingi uchinchi bezlar, bular gemangiomalar bo'lib, qon tomir to'qimalaridan hosil bo'ladigan bezlar. Bular ham kelib chiqishi yuzasidan tug'ma va orttirilgan bo'lishi mumkin. Belgilariga ko'ra bular xuddi qonga o'xshash rangda, qon rangida bo'ladi va og'riqsiz, konsistensiyasi yumshoq bo'ladi. Xavflik darajasiga keladigan bo'lsak, bular xavfsiz, lekin asoratlar berishi mumkin, qon ketib qolish ehtimolliklari bor. To'rtinchi xil bezlar limfa tugularining kattalashishi. Kelib chiqishi virusli, bakterial infeksiyalar oqibatida limfa tugularining yallanib kattalashishi. Belgilari limfa tugullarini paypaslab ko'rganimizda biroz og'riqli, konsistensiyasi yumshoqroq, harakatchan bo'ladi. Lekin xavfli limfoma darajasiga yetganda paypaslab ko'rganimizda limfa tugullari kattalashgan, konsistensiyasi qattiq, juda ham og'riqli bo'lishi mumkin. Xavfli va xavfsiz bezlarni quyidagi jadval bo'yicha farqlarini ko'rib chiqamiz. Xavfsiz bezlar sekin kattalashadi, xavfli bezlar tezda kattalashishi mumkin. Konsistensiyasi bo'yicha xavfsiz bezlar yumshoqroq, xavfli bezlar esa qattiqroq. Paypaslab ko'rganimizda og'riqli bo'lmaydi xavfsiz bezlar, xavfli bezlar esa og'riqli bo'ladi. Atrof to'qima bilan bitishganligiga qarab, ya'ni harakatchanligiga qarab, xavfsiz bezlar harakatchan paypaslaganimizda, xavfli bezlar esa harakatsiz, qattiq bo'ladi. Shuning uchun azizlar, kimda tanasida bezlar kuzatilsa, zudlik bilan onkolog vrachga yoki bo'lmasa terapevt, lor, xirurgga o'z vaqtida ko'rinish ma'qulroq. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. O'z vaqtida diagnostika va davolash ishlari olib borilsa, sizda hech qanday xavfli saraton bezlari kuzatilmaydi
o'zingizni ehtiyot qiling va keyingi lavhalarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman.